Farg'ona shahrida ayol turmush o'rtog'ini urgani uchun oilaviy zo'ravonlikda aybli deb topildi. Sud qaroriga ko'ra 1999-yilda tug'ilgan M.A.ga 8.240.000 so'm miqdorida jarima jazosi tayinlandi. Ish materiallariga ko'ra, voqea 2026-yil 20-fevral kuni Farg'ona shahridagi uylardan birida sodir bo'lgan. Oilaviy kelishmovchilik vaqtida ayol turmush o'rtog'i M.S.ning tanasining turli qismlariga qo'li bilan urib, unga yengil tan jarohati yetkazgan. Sud tibbiy ekspertiza xulosasida jabrlanuvchining qo'l, yelka va son sohalarida qon talash va tirnalishlar borligi aniqlangan hamda ushbu jarohatlar yengil tan jarohati sifatida baholangan. Sud muhokamasi davomida ayblanuvchi ayol o'z aybini tan olgan va qilmishidan pushaymon ekanini bildirgan. Shuningdek, uning avval sudlanmagani hamda aybini tan olishi yengillashtiruvchi holatlar sifatida inobatga olingan. Natijada sud M.A.ni Jinoyat kodeksining 126-moddasi 2-qismiga muvofiq aybli deb topib, bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravari miqdorida 8.240.000 so'm jarima jazosini belgiladi.